Shinobi bo'lishga loyiq emassan. Yiroqqa ketdi, keyinroq gaplashib olamiz. Yiroqqa ketdi, keyinroq gaplashib olamiz. Bu nima deganingiz? Aqlsiz men bilan shug'ullanganingizda men bunaqa xatolarga yo'l qo'ymasdim. Men xato qildim, to'g'ri. Siz meni ogohlantirganingizda hozir men bunchalik sharmanda bo'lib turmasdim. Ota. Nimaga siz menga o'z o'g'lingizga 9 dimli maxluqni muhrlab qo'ydingiz? Sizni deb har kunim azobda o'tdi. Kattalar menga yomon muomala qilishardi. Hech kim bilan do'st bo'la olmaganman. Meni tan olishlarini xohlardim. Shuning uchun har kuni bor kuchim bilan mashq qilishga intildim. Agar Kakashi sensei, Iruka sensei va Yotsizlar bo'lmaganda hech qachon baxt nima ekanligini tushunmagan bo'lardim. Lekin 9 dumli deb men Akatsukining nishoniga aylandim. Men qanchalik mashq qilmay, qanchalik kuchli bo'lmay, Akatsuki menga yaqin bo'lgan insonlarni o'ldirishdan to'xtamayapti va